Keçiringlar vatandaşlar. Bugün çizdak işkeme 22 yıl. 9. ayının 17. günü vatandaş. Endi kelekşiya. Prezident Vladimir Putin Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Aksaray Cungo'ga ciddi söz yolladı. Vaqt emas deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 9. ayının 15. günü Erkinlik Vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Reisi Xi Jinping 15. günü Özbekistan Samarqandda o'tkazilib o'tgan Shanxay Hamkorlik Tashkilotining yuqori darajalik yig'inida ham yig'inning sirtida ikki taraf suhbat o'tkazdi. Aksaray Davlat bexatarligi bo'yicha bayonotchi John Kirby 15. günü Cumhurga söz yollab mundaq ko'rsatdi. Rusya Ukrayna urushida Rossiyani qo'llamasliginglarni umid qilamiz. Bu vaqt Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bilan berib kelish qiladigan vaqt emas. Aksaray bexatarlik ishlari bo'yicha bayonotchi John Kirby Amerika ismli televiziyasi CNN'ning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Biz her qandaq odam qo'lini qo'yishtirib, qarab turishi kerak deb qaramaymiz. Prezident Vladimir Putinning qilib o'tgan ishiga butun dunyo birlikda qarshi turishi kerak. Bu vaqt Prezident Vladimir Putin bilan odatdagidek berish-kelish qiladigan vaqt emas. Reis Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putinning suhbati Rossiya va Ukrainada qadama-qadam chekinayotgan bir paytga va tashqi dunyo Jungoning bu urushga tutgan pozitsiyasi maydoniga toza diqqat qilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Bayonotchi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Jungo Rossiyaning bu bir maydon urushini qo'llaydi. Yanala kuzatishimiz kerak. Beijing taha Prezident Vladimir Putinga moddiy jihat yordam bermadi. Yoki xalqaro jamiyatning Rossiyani embargo qilishiga xiloflik qilmadi. Prezident Vladimir Putin bu suhbat boshlanish bilan mundaq dedi. Bizning jungolik do'stlarimizning Ukrayna krizisida o'tir yo'lda turganligini yuqori baholaymiz. Rossiya taraf Jungo tarafning bu masalaga gumonli qaraganligini va ko'ngil bo'lganligini tushunamiz. Rossiyaning pozitsiyasi suhbat jarayonida tushundiramiz. Prezident Vladimir Putinning gibi John Kirby uningdan boshqa yumshoq detal davlat radio shirkati MSNBC'ning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Amerika dal hozir Ukrainaga yangi bir turkum bexatarlik yordami berishga tayyorlanyapti. Lekin bayonot John Kirby bu to'g'rida tafsiliy to'xtalmadi. Faqat bu yordamni yaqinda e'lon qilamiz dedi.